Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomizda qanday qilib Inobood ochish haqida video qilib o'taman. Xo'p, birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu mana shu Kodi Jahon kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Chunki ushbu kanalda bizning Inoboodimizning kodi bo'ladi. Xo'p, mana shu Kino Flixbootni ochib olamiz birinchi navbatda. Ustiga bosamiz va bu yerdan o'zimizga kerakli tahrirlovchi dasturini tanlab o'tib olamiz. Endi esa orqaga qaytib boot fazerdan boot ochib olamiz. Hop, endi bu yerdan new boot va endi bu yerdan bootimizga bironta nom berishimiz kerak, masalan Kinoboot. Mata ketib qoldi, mayli. Hop, endi bootimizga username qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan Kino 1 2 4 5. Eslatib o'taman, oxirida boot degan yozuv bo'lishi shart. Va jo'natamiz. Bu band ekan, demak boshqa nom berib ko'ramiz. Ya'ni username 92 boot. Xo'p, demak mana mavjud ekan va to'kin nusxa olamiz. Xo'p, endi chiqib tahrirlovchi dasturimizga kirib, mana bu yerdan endi o'sha Kinobootimizni faylini ochib quickeditga o'tamiz. Endi mana shu joyga qo'yib olamiz. Xo'p, mana tugun qo'yildi. Endi esa qiladigan ishimiz o'sha buni saqlantirib olamiz avval. Saqlash bo'lmadi, boshqa joyga saqlaymiz. Saqlash uchun ichki xotira bo'limidan o'zingizga bironta kerakli papkani tanlab saqlab olasiz. Papka yaratish, kino bo'ldi. Papka yaratildi va bu yerga saqlash qilib qo'yib olamiz. Hop, endi chiqib ketib Telegram ilovamizga qaytib, endi esa bu yerdan bootning tokenini nusxa olamiz. Token debman, ID raqamini nusxa olib o'sha tahrirlovchimizga qaytamiz. Xo'sh, endi bu yerdan ID boot degan joyga hozirgi nusxa olgan ID raqamimizni qo'yamiz. Xo'p, endi bu yerga Telegramdagi ID raqamimiz bo'ladi. ID raqamni olish uchun usinfo bot va o'zimizning username'imiz. Username'ni nusxa olamiz va bu yerdan buni qo'yamiz. Xo'p, endi bu yerdan o'zimizning ID raqamimizni nusxa olib tahrirlovchimizga qaytib qo'yamiz. Xo'p, endi qo'ydik. Endi bu yerda esa sizning Telegramingizning username bo'ladi. Mana username'ni ham qo'ydim. Buni saqlanib qilib turamiz. Endi esa navbat o'zingizga ma'qul bo'lgan bironta brauzerdan hostingingizga o'tib olasiz. Xo'p, mana men hostingimga kirib olyapman. Agar hosting olishni bilmasangiz, Telegram orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buni ham o'rgatib o'tib ketaman. Murojaat qilgan paytingiz. Bu yerdan esa bironta database yaratamiz. Bu masalan Kino boot 1. Bu yerga ham boot o'shani yozamiz. Kino boot 1. Pastdan esa database uchun parol. Parol esingizda qolishi shart. Va create qilib yaratib olamiz. Database limit to'lib olgan ekan hozir. Create database va o'sha qolganimizni qayta qilamiz. Xo'p, endi database yaratib olamiz. Create va yaraldi databasemiz. Bu yerdan nomini nusxa olamiz. Hozir nusxa oldik. Endi esa tahrirlovchi ilovamizga qaytamiz. Mana bu joyga o'sha nusxa olganimizni qo'yamiz va pastga ham shuni qo'yamiz.
Bu yerga esa uchlata bazani paroli. Xo'p, bo'ldi. Kerak joylarni qilib bo'ldik. Endi esa buni saqlaymiz. Saqlagandan so'ng o'zimizning parollovchi saytimizga qaytib, o'sha hosting saytimizga qaytib, o'sha botimizni kerakli papkaga qo'shib olamiz. Kinobot papkaga o'tamiz va hozirgi saqlagan faylimizni yuklaymiz. Agar siz Kinobot ochishga qiynalsangiz, Telegram orqali murojaat qilsangiz, attiga 90 ming so'mga Kinobot ochib beramiz. Xo'p, mana kirganimizdan keyin mana shu tepada nusxa olish degan joy bor. Nusxa olamiz va Telegramga qaytib, qidiruvga bironta Facebook ilovasini qidiramiz. Kirgandan keyin start bosamiz. Facebook ulash. Xo'sh, keyin bu tokenga o'tish orqali Facebook ulashimiz mumkin. Endi esa bu tokenni qayta nusxa olamiz va ana shu ilovaga qaytib jo'natamiz. Negadir qabul qilmadi. Boshqa ilovadan qilib ko'raman. Xo'p, bu tokenga yuboramiz. Mana bu yerdan Facebook yaratishimiz mumkin ekan. Xo'p, tokenni jo'natamiz va hozirgi linkni boshidagi mana shu joyni o'chirib tashlab, httpc //cha qo'yib yuboramiz. Xo'p, bu kerakli narsalar yonib bo'lishi kerak. Hozir bo'ldi. Hammasi joyida ekan. Yaratish tamomlandi deb bosamiz va endi botimizga qaytib kirib ko'ramiz. Start bosganimizda botimiz ishladi va mana bu buyruq orqali admin panelga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va mana botning admin paneli anchagina yaxshi tuzilgan. Statistika, bu yerdan esa xabar yuborish bo'limi bor. Masalan, test. Xo'p, mana yuborildi. Bu yerdan esa kino qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Va kanallar bo'limi, kanal ulash orqali zaявка va ommaviy kanal ulashimiz mumkin. Zaявка ya'ni so'rov qabul qilish kanal. Agar sizga bundan yaxshiroq bot kerak bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin. Aynan shu turdagi botni attiga 90 ming so'm chegirmada yasab beramiz. Xo'p, ushbu botimiz oldingi botdan ancha mukammalroq tuzilgan. Qanaqasiga desangiz, xabar yuborish tizimi 100 ming obunachiga ham umuman qotmasdan yuboradi va kinoni serial usulda ko'rsangiz ham bo'ladi. Masalan, bitta kod orqali bir nechta qism ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, agar video sizga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr.